Assalomu alaykum hurmatli podkastimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiya universiteti ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasining bir guruh professor o'qituvchilari To'lqin aka Xaliyarov, Oliya opa Narzullayevna hamda Sherali aka Tursunov, Kamina Abdum Tursunov bevosita yoshlar nega kitob o'qimay qo'ydi mavzusida suhbatlashmoqchimiz. Yoshlar nega kitob o'qimaydi mavzusidagi masala bo'lib, unga bevosita mutaxassislarning fikri, muammo va unga yechimlarni izlab topishdan iborat hisoblanadi. Demak, mutaxassislarga yuzlanadigan bo'lsak, savolimiz quyidagicha: bugungi kunda yoshlar nega kitob o'qimay qo'yayotgani haqida hamma o'zining mustaqil fikrini bildirib o'tsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozirgi vaqtda yoshlar nega kitob o'qimay qo'ydi degan agar savolni ko'taradigan bo'lsak va unga javob sifatida qaraydigan bo'lsak, bir nechta omillar va sabablarni keltirib o'tish mumkin. Rostdan hozirgi vaqtda agar jamoat joylari, u metro bo'ladimi, avtobus bo'ladimi, yo boshqa joylarda ko'radigan bo'lsak, deyarli ko'pchilik yoshlar qo'lida uyali aloqa vositalari, gadjetlar, telefonlardan foydalanayotganini ko'rish mumkin. Juda kam sonli yoshlarda kitob o'qigan holatlari ko'zga tashlanadi. Shunaqasiga yoshlar masalan kitob o'qishni yomon ko'rib qolishdimi yoki hayotning o'zi shunga majbur qilyaptimi? Boya aytganimiz albatta bir nechta sabab omillar bor. Masalan, o'sha sabab va omillardan biri sifatida keltirib o'tish mumkinki, zamonning tezlashishi mumkin. Ya'ni buni masalan fakt va argument bilan aytadigan bo'lsak, hozirgi vaqtda ko'pchilik yoshlar qisqa davom etadigan kontentlar deymizmi yoki qisqa davom etadigan videolar tarzida informatsiyani olishga harakat qilishyapti. Raqamli texnologiyalar insonni masalan o'ylashga undamaydi. Lekin kitob masalan o'ylashga undaydi. Farq shundaki, raqamli texnologiya juda tez muddatda masalan sodir bo'ladigan bo'lsa, kitobda o'ylashga ko'proq vaqt talab qilinishi mumkin. Avvalo e'tibor qaratadigan bo'lsak, hozirgi kunda yoshlar o'sha ayniqsa ko'p vaqtini turli ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazishyapti. Deylik, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok va ko'p vaqti o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'tayotganligi ham ularda mana shu kitob muomalasini, kitob mutolaasining pasayib ketishiga asosiy sabablardan biri bo'lyapti. Ana bundan tashqari mana shu yoshlarda qaysidir ma'noda qisqa, yuqorida domlamiz aytgandek qisqa kontentlarga o'rganib qolishi buni yoshlarimizda umuman insonni o'sha chuqur fikrlashi, dunyoqarashi kengayishi, tanqidiy fikrlashiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Shuning uchun ham biz kitob mutolaasiga juda katta e'tibor qaratishimiz kerak, lekin zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ham yangi o'sha deylik audio kitoblarni o'qish, bundan tashqari kompyuter texnologiyalari, telefon, gadjetlarda ham o'sha elektron kitoblarni o'qishni baribir o'sha yoshlarning talabidan kelib chiqqan holda ommalashtirganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun juda ham katta muammo haqida va eng dolzarb muammo haqida bosh qotirishga to'plangan ekanmiz. Albatta shu kitob o'quvchilar soni ichida bizning farzandlarimiz ham bor. Biz o'ylaymiz kelajakda bolalarimiz ham hozirgi yoshlar kabi ular birga o'syapti-ku. Xuddi shular kabi ular ham kitob o'qish yoki o'qimasligi biz ota-ona sifatida ham talabalarni kitob o'qishga bo'lgan mehrning susayishi biz ustozlarning ham ayni paytda eng katta bir dolzarb muammolardan biriga aylandi. Agar bolamiz kitob o'qimay qo'ysa, unda nima qilish kerak? Savol bizni o'ylantiradi. Ko'p xonalarga kirganimda, bilasizmi, kitoblarni, sahifalarini varaqlab ko'rar ekanman. Nashriyotdan chiqqan holida sarg'ayib, ko'zlarida yosh bilan umrini o'tkazayotgan kitoblarni ko'raman. Va bu kitoblarga qarab o'ylanaman. Bular o'z o'quvchisini kutayotgan kitoblar. Lekin ular qachon o'qiladi? Hozir ilmiy tadqiqot sohasida ham darsliklar, o'quv qo'llanmalar, ilmiy sohadagi juda ko'plab o'quv nashrlari nashriyotdan chiqarilyapti, ommalashtirildi. Lekin ayni paytda hech bo'lmasa farzandlarimiz
boshlang'ich badiiy asarlarni o'qishga ularga mehr muhabbat uyg'otishimiz kerak. Kunlardan bir kuni o'g'limni maktabida ota-onalar majlisiga bordimda. Abdumomon aka, shunda matematika fani o'qituvchisi aytayaptiki, hammaga savol berdi. Birinchi qatorga o'tiribman. O'g'lim yaxshi o'qiydi, shunday faxr bilan turibman. Bizga hammaga savol berdi. Xotirani yaxshilaydigan eng muhim vosita va kitoblarni qaysi birini siz dedi baholaysiz? Deganda hamma mental arifmetika yoki matematika sohasidagi turli xil kitoblarni sanab ketdilarda, xotirani yaxshilashga yoki psixologik kitoblar. To'g'ri, u kishi aytdilarki, hech qaysingizga yo'q degan savolni javobni bera olmayman, lekin aytdilarki, badiiy asar insonni xotirasini yaxshilaydi va o'sha xotirani kuchayishiga sabab bo'ladi. Bolaligimizda o'qigan kitoblarimizni ichida zavq, baxt, muhabbat, sehr bo'lganda, o'sha sehr kuchini bolalarga qanday qilib ko'rsatib bera olamiz? Qachon ular mana shu ta'sir doirasiga kirita olamiz degan muammo oldida turibmiz. Ne o'ylayman-da? Mana shu sehr kuchini berishimiz uchun o'ylaymanki, o'qigan kitoblardan ozgina kontent lavhalarni o'zimiz gapirib berishimiz kerak dars jarayonida. Qisqa lavhalarda. Va ba'zida bilasizmi, talabalarim aytadiki, badiiy asarlarimdan ozgina lavha gapirib bersam, o'sha kitobni izlab topyapti bolalar. Keyin o'qib ko'rata ustoz deydi, men shu kitobni izlab topdim, lekin siz gapirib berganchalik ichida men daryoda sho'ng'igan kabi mazza qila olmadim. Qanaqa u tuydingiz bu zavqni deganda, bilasizmi, hayratda, demak harakat qilibdi-ku degan xulosa keladi menda. Mana shuning uchun hattoki hech bo'lmasa boshlang'ich badiiy asar o'qitishga o'zimizning sohamizning kitoblardan tashqari badiiy asar o'qitishga bolalarni, talabalarni va farzandlarimizni qiziqtirishimiz kerak deb o'ylayman. Va shaxsiy namuna bo'lishimiz kerak. Demak, yuqori ta'kidlaganimizdek, kitob o'qishga qiziqmaslik asosiy sabablaridan bittasi faqat raqamli texnologiya emas ekan, birinchi navbatda oiladagi muhit. Chunki bizga oliy ta'lim tizimiga keladigan bo'lsak, bu kamida minimal 17 yoshdan 20 yosh atrofida yoshlar keladi. Ular o'zi bunday aytganda yoshlikdan maktabda ma'lum bir g'oyalarga, qarashlarga ega. Agar maktabdan boshlanmaydigan bo'lsa, bizda oliy ta'lim tizimida ularni qiziqtirish maktabda davridagicha bo'lmaydi. To'g'risida uni yashashning keragi yo'q. Agar oilada shakllanadigan bo'lsa yoshlikdan, keyin maktab davrida u yaxshi tizimga yo'l qo'yilgan bo'lsa, oliy ta'limda bemalol ketishi mumkin. Biz qanchalik majburlamaylik yoki rag'bat bermaylik, oliy ta'lim tizimida o'sha majburlov sababli ham bo'lsa bir 10%, 15% talaba, meni fikrimcha endi necha yillik tajriba, 10-15% gina talabani o'sha kitobga yo'naltirib qiziqtirishimiz mumkin. Ijtimoiy muhit va namuna bo'lish haqida agar qo'shimcha qiladigan bo'lsam, ustozlarning fikriga, yoshlarga umuman olganda bironta insonga biron narsani qilgan, agar kitob misolida bo'ladigan bo'lsa, kitob o'qigan deb aytgandan ko'ra, uni birinchi navbatda shaxsiy namuna bo'lishi kerak. Oiladami yoki oliygohdami, ta'lim muassasasidami. Rivoyat qilinishicha, bir tabib shogirdi go'shtli taom keltirganida go'shtli taom yemasligini aytadi. Shogirdi, axir go'shtli taom iste'mol qilardingiz-ku, nega iste'mol qilmayapsiz? Men 40 kun davomida go'shtli taom yemaslikka o'zimga qaror qildim. Keyin sababini so'raydi shogird. Nega? Bir bemorimga 40 kun davomida go'sht yemasligini unga men aytishim kerak. Shundan oldin men o'zimda sinab ko'rishim kerak. 40 kun davomida mana shu narsaga men chidolamanmi yoki sabr bardoshim yetadimi? Shu narsani o'zimda birinchi sinab ko'rmoqchiman. Xuddi shunaqa shaxsiy namuna, masalan, oilada to'g'ri, endi hozir ijtimoiy yoki iqtisodiy muammolar boshqalar bo'ladi. Ota-onalar masalan uyiga charchab, toliqib ishlar bilan borishi mumkin. Mayli kitobni masalan o'qimagan taqdirda, hech bo'lmaganda o'sha kitobni olib varaqlab bir o'qiganda bo'lsa ham, mana bu keyingi mana shu farzandlarim xuddi shulardan namuna oladi. Deylik, ota o'qib tursa yo ona o'qib tursa, keyingi farzandlarim xuddi shunday. O'zi telefonni olib bolasiga o'qigan desa, albatta qush uyasida ko'rganini qiladi deganda,
natijaga erishishi qiyin bo'lishi mumkin. pedagogika fanlari doktori o'sha professor Muhammadjon Qur'onov shunaqa tavsiya beradi. Kitob o'qiyotgan vaqtda, farzandlariga kitob o'qitishda qiziqarli kitob tavsiya berish kerak ota-ona. Bundan tashqari, bola kitobga qiziqmagan taqdirda o'zi o'sha kitobni o'qib berish kerak. Va eng qiziq joyiga kelgan vaqtda bolam mana shu joydan o'qib tur, men kelib yana senga o'qib beraman deb aytib bo'lsa ham o'sha bolani kitobga jalb qilish kerak. Ota-onani eng Motivatsiya berish muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Mana shu motivatsiya berish kerak degan fikrda aytib o'tadilar. O'zi aslini olganda biz kitobni yoshlarimizga majburiyat sifatida aylantirganmiz. Aslini olib qaraydigan bo'lsak. Nima uchun? Masalan, imtihondan o'tish uchun o'qish aytiladi yoki bironta ta'lim muassasasi bo'ladigan bo'lsa, baho olish uchun aytiladi. Umuman olganda majburiyat sifatida ularga o'qish aytilgandan keyin ularda masalan kitob o'qish degan masalan narsani eshitganida ularni ongida salbiy tushunchalar masalan paydo bo'lishi mumkin. Va endi majburiyatga aylangan narsa insonda masalan yaxshi samara yoki yaxshi natija bermasligi mumkin. Majbur bo'lgandan keyin masalan inson miyasi ongi charchaydi. Charchagan inson esa albatta kitobdan qochadi. Yaxshi qiziqarli fikr bo'ldi. Xo'p, shu o'rinda yana bitta o'sha rag'bat va majburlash komponentlarini oladigan bo'lsak, pedagogikada balki yoshi o'tgan, aytaylik biz o'qiyotgan talabalarga endi maktab davrigacha ayrimlar umuman badiiy kitob o'qimaganlar ham bor-da. Balki majburlash to'g'ridir. Shunchaki tavsiya qilsangiz yo qiziqtirsangiz ham juda yuqori ta'kidlaganimizda 10-15% gina talaba o'zi o'sha qiziqish ortidan badiiy kitobni o'qishi mumkin. Lekin qolgan juda katta miqdordagi talabalar, foizdagi talabalarimiz hali umuman maktab davrida ham badiiy kitob o'qigan, oilasida ham badiiy kitob o'qimaganlari mavjud-da. Ayniqsa biz muhandislik, texnolog tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalar men shunaqa deb o'ylayman. Chunki bor, chunki dars jarayonida bevosita kuzatyapmizki, qishloq xo'jaligi va texnika sohasidagi ta'lim sohasida bu badiiy kitobga qiziqish juda kam talabalar. Shularda qandaydir ham rag'bat, ham majburlash yo'llarini qilish balki to'g'ridir ehtimol. Albatta, rag'bat va qandaydir majburiy sohada yetakchilik qilish, ularga bir ko'rsatmalar berish bu o'rinli bo'lishi mumkin. Jumladan prezidentimiz Shavkat Miromonovich ko'p kitob o'qigan bolalarga juda ko'plab imkoniyatlar berdilar. Bilasizlar, xabaringiz bor. Hattoki eng ko'p kitob o'qigan bir samarqandlik qizimizga Spark mashinasini hadya etdilar. Bu o'sha kitobxonlik tanlovida g'olib bo'lgan qizni bunday hayotini kuzatsak, ota-onasi maktabda oddiy, onasi farrosh, otasi qorovul bo'lib faoliyat ko'rsatishganda shu topgan oylik maoshiga bolasiga, qizga kitob olib beraverganda va o'sha kitobni evaziga shu qiz otasiga ko'nglida tugib qo'yganda yaxshi niyatlarni shu nasib bo'lsa agar shu konkursdan birinchi o'rinni olsam o'sha sovg'ani otamga hadya qilaman deb hamma xalqni ko'z oldida shu juda quvonchli bir nimani ko'rsatildi. Bu ko'plab yoshlarni ko'nglida umid ham tug'dirildi. Ba'zida o'ylanib qolaman, agar kitob o'qishdan maqsad nima degan savolga o'zimizga javob topishimiz kerak. Har bir odam o'zini ichiga berilgan savolga-da. Demak, yaxshi yashashda. Albatta. Yaxshi yashash, go'zal hayot kechirish. Chunki kitob o'qigan odamlarning hammasi agar shunday bir chiroyli hayot kechirib yurar ekanmiz, bizga odamlar havas qilish kerak-da. Umuman jamiyatda kitob va kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha O'zbekistonda ancha yillardan oldin boshlangan. Kitobxon ko'rik tanlovi yiliga yosh toifa, 3 ta yosh toifasi adashmasam tanlov bo'ladi. Unga qimmatbaho kitoblarni tortib avtomashinagacha qo'yilgan. Kuni kecha, masalan, shu yil 2026-yil muhtaram prezidentimizning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishni qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 9-sonli prezident qarori qabul qilindi. O'shanda yozib qo'yibdiki, masalan, 1 yilda barcha aholiga 10 ta kitob o'qish kerak bo'lgan 10 ta kitob tavsiya etildi. Bu ham katta narsa. Taxminan bitta insonga 36 kunga bitta kitob to'g'ri keladi, agar 1 yilda bo'ladigan bo'lsa. Bu ham yaxshi tavsiya. Bundan tashqari o'sha davlat korxonalaridan tortib xususiy korxonalargacha bo'lgan tashkilotlarda rag'batlantirish choralari ko'rilyapti. Bu ham davlat tomonidan juda katta qo'llab-quvvatlash bo'lyapti. Lekin
shu qo'llab-quvvatlovga yarasha jamiyatda o'shanga yarasha alik bo'lmayapti-da. Chiqayotgan qarorlar, farmonlar, tanlovlar, turli xil ko'rik-tanlovlarga nisbatan hali jamiyatimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish baribir orqada qolib ketyapti. Shunga asosiy bugungi podkastimizni yig'ilishi ham va unga qo'yiladigan muammo va unga qo'yiladigan yechim ham asosiy yig'ilish sababi ham shu deb o'ylaymiz. Meni fikrimcha, bu kitobxonlik madaniyatini oshirish uchun o'sha aynan dunyoda eng kitob ko'p o'qiladigan mamlakatlar, o'shalarda tajribalarini ham hisobga olishimiz kerak. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida bir yilda 17 ta kitob o'qilar ekan. O'rtacha. Endi masalan Bill Gatesni misolida aytadigan bo'lsak, boy odam deganingizga misolda Bill Gates milliarder bir yilda kamida 50 ta kitob o'qiydi. Va har yili o'qigan kitoblardan eng yaxshilari mana shular deb tavsiya beradi. Qarang, kitob o'qib mana shu darajaga erishyapti. Yana bitta Amerika Qo'shma Shtatlarida shunaqa ekan, kutubxonalar xuddi cherkov, masjid kabi juda go'zal qiyofada qurilar ekan. Bundan tashqari eng o'sha nufuzli, ayniqsa ilm sohasidagi bo'lgan simpoziumlar, forumlar deymiz, katta yig'ilishlar o'sha kutubxonalarda tashkil etiladi. U yerga kirgan odam o'sha shunaqa sharoitni ko'rib, shunaqa imkoniyatni ko'rib, o'zi boyagi nima deydi, o'sha muhitdan kelib chiqqan holda o'qib yuborganligini bilmay qolishi mumkin bo'lgan sharoit yaratiladi. Demak, ana shunaqa davlat tomonidan, jamiyat tomonidan ham mana shunaqa eng muhim nufuzli tadbirlarni o'sha kutubxonalarda tashkil qilish. Bundan tashqari, yuqorida aytganimizdek, eng kitobxon kishilar o'rtasida targ'ibotlarni tashkil qilish ham menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Xitoy tajribasini oladigan bo'lsak, u yoshlardan tortib maktab davridan boshlab to oliy ta'lim tugatgandan keyingi davrda ham juda katta yoshlar, bularda ham xuddi shu rivojlanish bizga nisbatan 10 barobar ehtimol yuqoridir. Lekin o'sha jamoat joyi bo'ladimi, metro bo'ladimi yoki avtobus bo'ladimi, hammasi yopishib olib, ma'lum bir uyga berilgan vazifa, topshiriq va kitob. Bu kelajakda Xitoyning mana oxirgi 10 yilda oladigan bo'lsak, taraqqiyotda juda katta portlash, sakrash bilan ketyapti. Demak, shu qandaydir yo'lini topganki, butun jamiyatni o'sha o'qishga bo'lgan talabni oshirishga, yo kitobga bo'lgan mehrni oshirishga juda katta undovlar bo'lgan. Mening ta'kidda bilishimcha qandaydir bir ham rag'bat, ham majburlov mexanizmi ishlab chiqilgan bo'lsa kerak. Yuqoridagiga yana qo'shimcha qilib, talabalarga, yoshlarga tavsiya, o'zidan o'zi kunlik bir 10-15 sahifalik kitobni o'qish maqsad qilish kerak. Ma'lum bir kunning ma'lum bir paytida. To'g'ri, har doim vaqti yo imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Lekin ma'lum bir vaqtda ko'p emas, 10-15 sahifalik kitobni o'qish va ikkinchidan kamida bir oyda bitta kitobni o'qishni maqsad qilish. Uchinchidan ma'lum bir qiziqishlardan kelib chiqib, o'qigan kitobi haqida postmi nimadir qoldirish. Ya kimgadir so'zlab berish. Eng yaxshi fikr bildirish. Agar shu fikr bildirsa, yana maqsadga muvofiq bo'ladi. Shularni yuqoridagi tavsiyalarni biz yechim sifatida beryapmiz. O'ylaymizki, bugungi yoshlar nega kitob o'qimay qo'ydi deb mavzudagi podkastimiz tomoshabinlarga yoqdi degan umidamiz.